أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المستاه والنذير البشير وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتابımız الحياة الأدبية العربية في القرن الثالث الهجري. Hicriye 3. asırdaki Arap edebiyatının ahvali. Hayat degende mesela ahvali desek bo'ldi. Turmushi deganda kelib qoldi. Hayoti, turmushi. Bunda ahvali deymiz. Doktor Taha Husayn. Taha Husayn shu Misrdagi mashhur adiblarning yozuvchilarining birisi. 60-yillarda vafot bo'lgan. Dastlabda Azarda o'qigan, shu Tantaviy Javhariy bor. Shuni o'qib, keyin ondan ma'lum muddat o'qigandan keyin Fransiyaga o'qish qilib, u yerdan qaytib kelib, o'qituvchilik qilib, ma'rifat ministrligi bo'lib, Misrda masalan o'qishni bekorlik qilayotgan ministr. Ko'chgamaydi. Kinosini boshlagan. Diniy jihatdan qarashlari yaxshi emas, lekin adabiyot nimasida to'nilgan yozuvchilarning birisi. Mavamda shu 3-asrdagi Arab adabiyoti haqida yozgan maqolasi o'xshaydi. كان القرن الثالث الهجري عصر استقرار. استقرار يماز رمزة وصل ده. كان القرن الثالث الهجري عصر استقرار. يا ألف استقرار تابع. عصر استقرار. إشكال كم برس زيادة كمس. Hicriye'nin 3. asri muqimlik asri deydi. İstiqrar degan muqimlik. Urush, to'qinishlar tugab muqim bo'lib ketgan. Muqimlik, tinchlik. Jaa ba'da asr ittirabin anifin. Bu qattiq patparaqchilik, parakanchilik asrdan keyin kelgan. Yani 2. asr qattiq balamanchilik bo'lgan. Qattiq. Ve tatawurin ve thawratin shadidayil xatar. Tatawur degan taraqqiyot. Xatiri intayin shiddatlik ig'ir bo'lgan inqilob va taraqqiyotdan keyin kelgan muqimlikdir dedi. Fala in kanat hayatul muslimina طوال القرن الثاني مضطربة مختلفة. 2. asr bo'yi oxir qadar deylar. Musulmonlarning hayoti ashunda qalaymiqon, igizpas bo'lgan bo'lsa-mu, yakturfiyal ittirabul aqli va siyosiy. Uningda siyosiy va aqliy patparaqchilik ko'p bo'lib ketgan. O'sha ma'lumot bo'lsa-mu, fa innal qarna thalitha huwa asr istiqrarin bi jami' ma yumkin an tadulla alayhi hadhihi al-kalima. 3. asr bo'lsa, muqimlik asr bo'lgan. Mush muqimlik degan so'z ifodalaydigan hamma mazmunni ko'z aytsak, muqimlik deyishga bo'ladi. Mush so'zni ishlatishga loyiq deydi. Birinci yüzyıl bir asr, 2. yüzyıl bir asr. Bu Abbasiylarning qo'li o'tib bo'lgan vaqt. Abbasiylarniki 132 yil o'tdi. Savaun fil nahiyati siyasiya aw ghayr an-nahiya siyasiya. Yani siyasi sahada bo'lsin, boshqa sahada bo'lsin, muqimlik bilan sifatlashga beklayaq deydi. Fa fil hayatil aqliya, masalan alaylik, aqli turmushni ilib aytsak, lam najid ma nash'uru bihi min al-ittirab va shak. Bu asrda, 3. asrda biz ma'lumotchilik, parakanchilik va patparaqchilik his qilgan bir nimani his qilmadik deydi. Bir ahvolni his qilmadik. Va lam yadhhar al-mujun fi hadha al-qarn al-thalith kama dhahara jaliyan bashi'an fi al-qarn al-thani. Mujun degan ayshi ishrat. Mujun degan ayshi ishrat. 2. asrda noat qabih va uch qashqar shaklda o'ttirg'i chiqqanidek, bu asrda bu ayshi ishratlar unda qabih holatda o'ttirg'i chiqmadi. Bashan degan sat qabih. Va laysa g'ariban va la qalila ad-dalalati an Aba Nuwas mata fi sanati 99 wa 100. Ay annahu mata ma'a al-qarn ath-thani. Yani Abu Nuwas 2. asrda o'lib ketgan. Yani 199 o'lib ketgan bo'lganidan 2. asrga tabiiy bo'ldi. Nonki Abu Nuwasning 2. asrda o'lib ketganligi bu bir xil g'alati emas. Chunki Abu Nuwas shunda axloqsizlik bilan, tilning bezatligi bilan, sariq mazmunda g'azalni o'qishimiz bilan to'nilgan. Yani aysh ishratni, maysharatni sifatlab qilgan shoirlardan u o'lib ketganligi 2. asrning Abu Nuwasdek shoirlardan to'lab ketganligini bildirdi.
بعيد جدا هذا الشبه الذي نحاول أن نجده بين الشعراء الذين عاشوا في القرن الثاني والشعراء الذين عاشوا في القرن الثالث. 3. asr bilan 2. asrda yaşagan şairlarning o'ttirisida va o'xshatish, bir xil o'xshashlik tepaqili deb qarasak bu bek jiroq. Bu yaqin akagili bo'lmaydi deydi. Shabah degan o'xshash. Bek jiroq bular. فعندما نقرأ الشعر أبي تمام والبحتري وابن المعتز وابن الرومي مثلا بس أبو تمامنا بحترينا ابن المعتز ابن الرومينا شيئا أقيدغان بوساق حقوقنا لم نجد شيئا يشبه حتى من بعيد هذا المجون الذي نجده في شعر بشار وأبي نواس وأمثالهما. أشولانا شيئا أقساق Bashar ibn Burd mesela Abu Nuwas'ның şeirlerinde biz görüdüğün, uçurtudğun işrat ahlaksızlıkını görüp bakmayız. Bu başka bir dünyadaki. Bashar mı? Dağın şairlarının birisi. 2. asırdaki. En dağınık şairlarının birisi. Bashar ibn Burd. Halima o Abu Nuwas ile Bashar 2. asırının şairleri. Bunlarda şunda nimeli bat deydi. Ama Bashar ile Abu Nuwas 2. asırınki. ثم ليس الأمر مقصورا على شعر الشعراء. Yani bu edebiyat sahasında söz kılmak olsak, şiir to'g'riliqlam, so'zlab shoirlar ustilam to'xtalib qolmaymiz. Şiir shoirlardagi bunda o'xshashmaslik masalasi emas. بل نستطيع أن نقف على علم العلماء في القرن الثاني وفي القرن الثالث. Belki de ulemanınki 2. asırdaki ilim ma'rifatlari, bilimi, tadqiqotlari bunun bilan 3. asırdakini unda selishtirib baqalaymiz deydi. Selishtirsak qanday bo'ldi? Va sanajidu anna al-ilma fi al-qarn ath-thani lam yakun hadi'an wa la mustaqira. Qaraydigan bo'lsak, nima ko'ramiz? 2. asrda ilm ma'rifat tip-tinch, muqam munda bo'lib baqmagan. Bas munozara Abu Hanife rahmetullahi alayhi, Basriyin, Kufiyin, İmam Şafii'lar bir taraftan munazirli bo'lib turayotgan, ilmiy kalamli bo'layotgan Mu'tazila paydo bo'ldi mesela. Shunda bir ilmiy jangijidal qaynamlar bo'lib ketgan. Belkana nashian mutajaddida. Belki o yenidan o'sib yetilayotgan holatda, o'zini yangilab turgan holatda yosh jonliq deydi. ذلك أن العلماء في القرن الثاني كانوا يلتمسون علمهم. Bunda oluşta 2. asırdaki ulemalar özlerinin ilimlerini qattiq talab qiladi deydi. Qattiq izlanadi deydi. Ve yuhawiluna ijad as-silati baynahu ve baynal lugati al-arabiyya. Öz ilmi bilan arab tili o'rtasidagi munosabatni tepishtirishdi. İcad degan tepish, ya'ni bog'lashtirishdi deydi. يحاولون أن يجددوا هذا العلم الغريب في بلد لم يكن له به عهد. Bunda ilimga ko'nab baqmagan, burun ko'rib baqmagan, ash bir jutda yangi kelib qolgan ash ilmni yengilashga tirishadi deydi. Lam yakun lahu bihi ilmun degan ash jutda unda ilmni ko'rib baqmagan. Burun unda bir shurtib baqmagan, ko'rib baqmagan. Lam yakun lahu bihi ahdun. Ahdun degan ashuna iborat kelsa, u burun unda bir ko'rib baqmagan, bilib baqmagan degan bu. Burun o'tgangi darsdan chiqdim shu. Bihi ahdun. Mesela jangchilar bir urush chiqib qolsa, dushmanning qo'lda ushirib qolgan bu qurolning qo'lida lammakun lana bihi ahdun dedi. Mesela musulmonlar hadisiyada fil oldirishib qolishni ama Sa'd ibn Abi Waqqas mesela, Musanna shular dushman bilan tutishgan chog'da dushman fil ishlatdi. Arablar bu filga ko'nab baqmagan, unda fil bilan jang uchib baqmagan. Lammakun lahum bil fil ahdun menda iborat qildi. yuvaffaquna ahyanan ba'zida Alloh taolo ularni muvaffaq qilib joyini topalaydi. Ba'zida xato ketib qoladi. ويخطئون أحيانا فالفلسفة اليونانية والسريانية تترجم أيام المنصور ترجمة مضطربة. مثلا آساق يونان والسريان فلسفلere Mansur zamanında Abu Ja'far el-Mansur muşu Abbasi devletinin kurgucusu 132 yılı kurgan. Şunun zamanında sağ qalayımqan, hazır süperlik olmagan tariqada yoki nacharroq tarjima qilinishga boshlagandaydi. Yunan degan shu Rim, Gretsiya. Siriyan degan shu Siriyani degan bu bir tilning ismi. Ya'ni shu millatdan ilgirki Iroq, Ordun, Sham shu atrofida davr surgan til. Hatto ba'zilarda shu Adam alayhisalom zamon tushib so'zlashgan til Siriyani deydi. Ya'ni zamon tushib so'zlashgan til Siriyani, ondan qiyomatning mahshargohda nima qildig'ini Siriyani, lekin jannatda so'zlashgan arabcha
deyilgan gap bor. Hozir yo'q. Shunga bu xristianlarningki kitoblari, yozmalari Siriyani tilida yozilgan. Islom kirishdan xilvat ilgari yozib qoldirilgan asarlari Siriyani tilida. Ya'ni Aramiy tilining bir tarmog'i ekan. Demak, Siriyani va Yunani Gretsiya falsafalari Mansurning zamonida nacharroq o'zini tarjima qilishga boshlangan. Thumma yuhawiluna tarjimataha tarjimatan aqraba ila as-sihha. Ondan keyingi vaqtlarda texnik to'g'riroq tarjima qilishga uringan va adna ila as-sawab. To'g'riga yaqinroq qilib tarjima qilishga Harun Rashidning zamonida urinib baqqan. Rashid degan shu Harun Rashid. İlim ben en vayğitip güllengen çağla. Thumma tutarjamu tarjimatan sahihatan fi ayyamil ma'mun. Andın el-ma'munun zamanında Mu'tazila galib çıkan zamanla şu çağlarda en doğru tercümeni qilgan. Thumma yasiruna biha ila tafahhumin ve sharhin. Andın tercüme qilgan kitoblarni islom ulamolari qanday qildi? Tushunib, hazm qilib, uni izohlab bergildi boshqalarga. Bu manda degan gap ma'vo. Thumma ila tafsilin ve naqd. Andın keyin cho desa tafsili bayon qilib uni. Andın ba'zi muhokama qilib, ma gapni unda debdi ma Yunon falsafasi, lekin bu qamlashmagan gap ma bu. Tanqid qila oladigan yoki to'g'ri debdi ma deb muhokama qila oladigan bo'ldi. Keyingi vaqtda andın uningga bir narsani qitib, tahmiratlab, tahmiravrus qilib, rushlab o'tirsa Farabi, Ibn Sina masalan, Ibn Rushd, Kindi bular. هذه المحاولات مش أورنشلا التي تظهر واضحة في الفلسفة مش فلسفة ده مش ترجمة أورنشلره بق إنك كرلدو ده çünkü destek kılıp tercüme kılınmış başlayan kitaplar şu felsefe kitapları. Şu çağlarda şu Kelile ve Dimna degen Hindistan'ın tercüme kıldığımız İbn Nukaffa. تظهر كذلك واضحة في غير الفلسفة من العلوم. Felsefeden başka ilimlerde mi? Bunda tercüme أورنشلره. Hele uçuk görünüp durdu dedi. فالنحويون في القرن الثاني مثلا ألساق إشكنج أسردا نحو شناسلا مضطربون يحاولون أن يضعوا قواعده على أسس ثابتة ulama takım muqim bir qarar kep bulanmagan bir xil qalaymuqanchilik ishida muqimsizlik ishida aşı nahv shunaslik ilmiga muqim bir ul silish uchun tirishdi. Minhum qawmun yu'thiruna al-qiyasa wa yata'ammaqunahu. Ba'zilar nahvshunoslardan grammatik sildan ba'zilar qiyosni a'lo bilib oldin o'rin qo'yib ishkirlab kirib ketaverdi. Qiyos yani lug'atni qiyos orqali masalan ma so'z mandati buningdan manda siyg'i chiqqanda navonkin mana shunda buningdan munda chiqarmas deb baqilmas. Masalan al-muslim esa al-muslimun deb chiqishmi? Ana ham qilib rajulun esa rajulun deb chiqarmas chunki mana shunda chiqdi deb qiyos qilgan. Yani o kıyas düşmedi bana. Mümin dese müminin de çıkışı mümkün. Kıyas düştü. Lekin mayada simai bakıldı. Demek bu da kıyası bak birlik etkilendi. Ve ahiruna yu'thiruna sima'a ve yektefuna bihi. Yani bazılar Araplardan sözünü qanday anlagan bolsak şu hesap deb turadi. Araplar bunda talaffuz qilgan, bunda ishlatgan bo'ldi şu hesap. Buni qiyas qilmaymiz. Şu lug'atda qiyas aciz degan gap. İbadetda qiyas aciz go. İbadetde mi kıyas aciz? Lugatta mı kıyas aciz? Bir lugat şunas alim depadi İngilizce söylediğim bir Amerikalı'nın ya da bir kızılı Arap dili ders etsem bu Arap dilinin bir kaidesizken bazı zamanda cemaat salim müzekker salim dep çıkır iken bazı cemaat teksir dep kurulmuş buzulup gidikken kaidesi qamlashmagan lugatken bu İngilizcenin tazı ba mesela book deymiz köpçükine child deb gap qilsa child demaysiz siz children deysiz aşı irregular fe'l bor qoida tushmaydigan aşı simai degan gap hamma tilda shunda bor qanday avon bo'lsak shunday ishlatadigan nima ish qilmanda desa arablar shunda ishlatgan arab tilini shunda bunda qabul qilsiz bunday yo'q buni qoida tushirdim deb bundan o'qiyman. Hatta iza qaraba al-qarn ath-thani an yantahiya aşında mengap ilim tahmuqum dalmay mushunda talashtasilab mengap izlanishlar davomlashib 2-chi asr tugay deb qolgan chaqda kana an-nahwu qad nuzima fi kitab Sibawi. Nahw ilmi Sibawining kitobida rasmiy majanda chizilib bo'lgan edi. Bir xilam usullanib bo'lganda. Sibawining kitobining ismi nima? Al-Kitab. Al-Kitab. Al-Kitab ismi Al-Kitab. Çok bizim şeriat ilimlerinde el-kitab ise Kur'an-ı Kerim'ni gör. El-kitab, el-sünne, el-icma, el-kıyas deyimiz.
yak fiqdimo dallat alayhi kitab sabatat bil kitab deb qolsa Qur'on Karim ham bo'ldi. Nahv shunaslar jaa fil kitab dukra fil kitab deb qolsa Sibawiyning kitabida. Ayn birinchi al-ayn. Al-ayn va al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidin. İmam Şafii'nin. Yak o sarf yaqin turlanish nimasi. O taxa ma birinchi asrda oldi dedik-ku. Musha izlanayotgan chaqlash. Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi şu 160-yillarda o'lib ketgan İmam Abu Hanifadan zamondash. O taxa shunda izlanir, al-ishtiqoq kabir deganni yakunlab chiqqan. Cho'ng turlanish hadisini. Biz dedik-ku masalan qata'a qaf bilan yan dal kelsin qadda masalan qatta bunda hammasi kelib qolsa bu bir xil kesish parchalashni bildirdi. Bu ishtiqoq kabir. Qadama deyiladi, hasab qadamaning o'xshash debdi. Qadama degan chaynatdi. G'ajabga chaynatni qadamani yumshoq narsani so'rib pishganini lekin ishtiqoq kubra. Masalan qatta desa yo qata desa keskinlikni bildirdi. Qadda deganmi shunda. Shunda 3-4 yaqin kelganlar bir ma'no bildirdi. Buni ishtiqoqli kelberdi. Cho'ng turlanish. Ana bir filning o'zining asarlari hammasi ba'alati turlansa, bu ishtiqoq sag'ir. Wa qul misla hada fi baqiyat al-ulum allati uniya biha al-arab. Arablar ko'ngil bo'lgan boshqa ilmlardimi mushu shaklda so'zlasang bo'lardi. Masalan fiqhda, usul fiqhda, tafsir, hadis, hamma ilmlarda shunda iznish bosqichlab ikkinchi asrda muqimdilishga boshlagan desang bo'ldi. Uniya biha deganga diqqat qiling. Ana biha deb qo'ymanglar. Uniya biha ya'ni ihtamma biha al-arab demakchi. Endi uniya biha deganni biz shunda ishladik. Arablar shunda ishlatgan. Yani ihtamma biha uniya biha. Mudarrisu yu'na biha deymiz. وقد كان للشعراء في العصر الجاهلي والقرن الأول حدود يسيرة جدا من الثقافة. Cahiliyet devrdeki şairlarının ve birinci asırdaki şairlarının ma'rifatdan, bilimden nayte nesisi az deriz. Yok yerlikte bunun bilimi. Sakafa diyemiş adam, bilim, ma'rifat, an seviye diyendek. Ve kânet tab'ul khasbu fi şa'rihim ekthara min etheril ilm. Khasb degan mol. Yani bunun tabiiyeti bir xil mol. Davamlıq bunda bazı narsani o'ylab deyiladigan. Jiqnas chiqadigan tabiat, mol tabiat bu tarafi eg'irvasdi. Lekin bilimga tayinishi eg'irvasmaydi. Fitri o'zining tabiatidan urg'ib chiqqan she'rlar chiqdi, lekin ilmga tayinib, ilm ma'rifat asosida deydigan she'rlari yo'qdir. Falam yakunul farazdaqu aw jarirun aw al-aqtalu ulama. Davonikin ya farazdaq ya jarir ya aqtal bu ulamalar emas dedi. Şairlik. O'zing shunda his qilib ko'rgan bilganlarni asosan uni maqtaydigan, buni so'kadigan shunda nima deydi? Yasfillaydi. Valam yakun yahfiluna bil ilm. Ular ilmni cho'ng bilmaydi. Voy deb ketmaydi. Shu ihtifolar degan tabriklar deymiz-ku. Valam yakunu yahfiluna bil ilm. Ilmga cho'ng ahamiyat bildirib ketmaydi. ولكن كانوا يعرفون من أمر قبيلتهم وأدب العرب ما يعرفه رجل مستنير. مستنير dediğimiz ziyali. Ma o nurdan çıkan, o diyadan çıkan bizikisi. Yani ikisi birge. Racul mustanir degan diyali degan bu. Bir ziyali endi atrofga narsani bilib, tushunib turgan bir kishi odatda da bildigan ma'lumotlar bor. Shunga o'xshash shoirlarmi bilimsiz bo'lsa-mu o'zining qabilaning ishlari, tarixi, nasabi, uning yaxshilik tarafi, yomonlik tarafi, madiylaydigan tarafi, so'kadigan tarafi hammani o'zdan bilibdi. Hazrat Abu Bakr shunday to'g'ri, nasabshunos o'ndatdi. Yani yezilgan bir ilm yo'q o'lda, lekin hammani yod bilibdi. Amma fil qarn al-thani, ikinci asrga kelsak, bu asrdan asr Bashar va Abi Nuwas, faqat taghayyara fihi hadd ash-shu'ara min al-thaqafa. Bu asrda shoirlarning bilim ma'rifat ang seviyatdan nesisi sal o'zgardi burunqa, yaxshilandi deydi. Va asbaha ash-shu'ara jami'an ya'khuduna minha bi hududin mukhtalifa. Bütün shoirlar ash ilm ma'rifat thaqafadan azdır ko'pdir qilib oladigan bo'ldi deydi. Jiq aldıqanları var, ortaroq aldıqanları var, azroq aldıqanları var. Ishqib hammasi ashundan o'rganib aldıqanlar bardi. Wa kalifu kalafan aziman bis-saqafat al-'amma al-muntashira. Kalifu yani shag'afu debdi. Yani maftun bo'lib ketdi. Shuni berilib ketdi.
Şu çağlarda taqılgan umum bilim medeniyet çağlarıga qattiq mabtum bo'lib birlik ketdi. Va qalilun minhum uniya bighayri al-adab. Ularda az bir qismi adabiyotdan boshqa narsaga ko'ngil bo'ldi. Mana uniya degan so'z hozir chiqdi mana. Ihtamma bighayri al-adab demakchi. Kabasharin alladhi lam yakun adiban fahasb. Masalan, Basharni deb aytsak, bu adabiyotdan boshqa narsaga ko'ngil bo'lib ketganning birisi. Bu adib bilablam qolmay va innama kana mutakalliman qabla an yakuna sha'iran. Bu shoir bo'lishdan ilgari taxam mutakallimlarning birisi edi. Ya'ni shu falsafa, aqida, ilmul kalam, qazo qadar deymiz, mushamda dunyoning yaratilishiga hikmati, yaxshilik, yomonlik, sadece she'r aytgan, buni zindiq deb qaraydi ba'zi. Basharni. Demak bu kalam, yani e'tiqod nimasida she'rda shunda aqida, kalam, tavhid, falsafa shunga doir ba'zini singdirib o'tgan shoirlarni biz. Ya'ni asli bu mutakallim, xohishi ig'ir bo'lganda. Lekin shoir. Undan keyin kalam bilan she'r so'zlagan. Bak davomli she'rlar bor bu. In ankaratni baldatun aw nakirtuha kharajtu mal bazi alayya sigar. Davomli she'r. O'tgandan bir nimasini o'qidik uni, Basharni. She'rni o'qidik. Amma fil qarn al-thalith, 3-asr bo'lsa, fashuara u ala g'ayri hada kulli. Buni faqat o'qimaydigan chiqib qoldi shoirlar. Fam la yaktafuna bish-she'r. Bu she'r bilan bo'ldi qilib qolmaydi. Va la yaktafuna bi hadhihi thaqafat ala annaha taghdhiyatun li nufusihim fahas. Bu bilim ma'rifatlarni bizning ko'nglimizni g'izolantirgan ruhiy ozuq deb uninglardan bo'ldi qilib qolmaydi. Bal kana minhum man yu'na mana. Aniya deganni hozir mudarris qilman. Man yu'na binahiya. Balki ulardan ma'lum bir saga qattiq ko'ngil bo'lganlar bor dedi. Va yurida yakuna muxtassan bi far'an min furu'in. Ilm ma'rifatning ma'lum bir tarmoqida ixtisosligi bo'lib, mutaxassis bo'lishni xohlaydiganlar bor. Ilmni bak kengayib ketgan ekan, uni hamma joydan qilolmagan bo'g'achqan bir nimada ustolab, mana deydiganlar bor. Va yuhawlan yu'allif al-kutub. Hatta kitob yozishga tirishganlar bor. Va an yudhi'aha. Kitob yazib, taqdib qilishni xohlaydiganlar bor. Fa Abu Tammam, masalan, asaq Abu Tammam yada'u kitab al-hamasa. Abu Tammam hamasa kitobini yozgan edi. Yada'u degan o'sha yozdi degan ish. Hamasa degan hamasa bu adabiyot kitobi. Lekin shu hamasa she'r, nasrlar bo'lishi kerak. Divan al-hamasa deb ayrim bor. U Buxtorining. Ma'vo Abu Tammamning Kitab al-Hamasa. Yani hamasi, jangahda so'zlanadigan she'rlar, aytilgan she'rlar, urush, mushunda aytilgan she'rni to'plagan kitob. Jangovarlik, jushqunlikqa. Masalan, hamasa-go Falastinga. Shuni ismi hamas, jushqunlik, jangovarlik, qizg'inlik endi. She'r al-Hamasa deb ayrim bir janr bu. Yani tür deyli. Masalan, Madina she'ri va, marsiya va, hajviy she'r va, so'kash mesela. Tabiatni sifatlaydigan, axloq fazilatini. O bu munda olsak, ma'vo she'r al-Hamasa degan davomli jangovarlik bilan urg'ib turgan she'rlarni hamasa deymiz. Wal Buxtori aydan yada'u kitab al-Hamasa. Buxtorining kitab al-Hamasa va Ibn al-Mu'taz yada'u kutuban. Ibn al-Mu'taz bu katta shoirlarning birisi. Bu bir nechta kitob yozib chiqqan. Tabaqat ash-Shu'ara, Kitab al-Badi', al-Badi' da kitobak. Yani Fusul al-Tamathil degan da kitobak. Abu Tammamning Fuhul ash-Shu'ara deb kitobak, Hamasa degan kitobak. Bu Ibn al-Mu'taz bir kun xalifa bo'lgan kishi ekan. Xalifa? Bir kun xalifa bo'lgan. Aslam xalifasi, yani ikkinchi asrda shu Abbasiylarning nisga bir kun xalifa bo'lib, al-Muqtadirmo nima deb nomilib, keyin u boshqalarni o'tirib chiqqan. Evet. Bir kun xalifalar qadin. Va yuhawlu wada'a nazariyatan fil badi'. Kitobni yozib, bu Ibn al-Mu'taz badi ilmida yangi bir nazariyani o'tirib qo'yishga tirishib baqqan. Ya'ni shoir bu. O'zining she'rini bilmay, boshqa sadim uni kitob yozib baqqan. Ba'zilar she'rda kitob yozib baqqanlar bor. Al-Badi' degan balog'at ilmining bir qismi. Al-bayan, al-badi' al-ma'ani. Shu qism bo'ldi. Bu badi' degan so'zning go'zalligiga munosib ilmni badi' deymiz. So'zni ravon ifodalash emas, faqat so'zni chiroyli bir-biri bilan qamlashtirib chiqarishga munosiblik ilmi badi'. Balog'atki. Shu balog'atning 3 qismining bir qismini badi' deymiz. Badi' ilmi deymiz.
stilistik ilminin bir kısmıdır. Cines, tıbak, aşında sözler ne kanışıp geldi o? Aynı seca mesela. Aşında aslan ne çıraylık ten çigizdiğin, süpat çigizdiğin ne şu? Bediye diyen güzel diyen oldu. Şunun dastlabki ullarını koyashga tirishib baktı deydi. Keyin andın bizning Yusuf Sakka kiymasdan. Abdulqahir Jurjanilar ular pechat qilayotgan. Ve fil qarnil awwal lil hijra, hijratning birinchi asrda lam yakun hunaka nasrun zahir. Nasrga o'tkalsak, birinchi asrda aniq mana nasr deb bunda bir ko'z ko'ringidek bir nasr ishi yo'qdi deydi. She'r batdi. Lekin nasr degan narsa unda bak nimamiz. Natiqlar, zondirizlar, ba'zi so'rillar, so'zlaydigan nimalar batdi. Lekin unda nasr deb yozuvchilari nimalar unda bir mashru'gan bir janr yo'qdi deydi. وكان الشعر هو اللسان الوحيد الذي يعبر عن الأمة العربية في حياتها السياسية وغير السياسية. الشعر Arab ummatining, shu chaqda islom ummati deymiz hamda, islom ummatining siyosiy va boshqa sohalardagi turli hayotida birdan-bir ifodalab berish til bo'lgan deydi. Va fil qarni thani zahara an-nasr. Ikkinchi asrda nasr asla paydo bo'ldi. Wa kana al-kuttab yuhawiluna an yaksubu li anfusihim makana. Yozuvchilarmi o'zlariga bunda bir jamiyatda o'rin egallashga, o'rin tutishga tirishdi. Yazgıcı deb tunulib, bunun bunda bir qadr-qimmat olaq nima qilishga tirishdi. Va kana kullu shay'in fi hada muttariban. Bu saadama münasibında qalaymi qanti musha asrda. Falamma intaha al-qarn ath-thani, ikkinchi asr tugandan keyin kana an-nasru qad wasala ila ma kana yurid. Nasrmu o'zi xohlagan, maqsad qilgan martabaga yetdi dedi. Nasrmu adabiy janr, shunami? Wastata'a an yuzahima ash-sha'r. Shundan bu she'r bilan o'rin talishib, sal yo'l mangancha bir-biri bilan petishmay qisqa bo'ldi. Tang tug'ildi demoqchimda. She'r bilan tang mangdi bu. Lekin hozir masalan bunda qaragan bo'lsak, she'rning bizning hayotimizdagi roli hozir baklim azlikdir. Yani qaysanlar masalan bir yilning jarayonida bir she'rni o'qib, uning ta'sirini shu bo'yicha bir faqash ba. Ben she'r o'qib qolgan bo'lsa mumkin, lekin Nasriddin Nurga o'qiysizlar, ta'sirini sizlar uning turtki oldu. Ama she'rni o'zini nusxamidi. Ma birinchi asrda masalan shunday ekan, she'r shu maydonda bor, nasr yo'q. Yozuvchi degan so'zmalli bor, nahmadan so'zlaydigan. Lekin yozuvchi degan nima yo'q. Va yaqifa ma'hu janban ila janb, yanmayan tang tudi. Ve fil qarni thalithi akhadha yatafawwaqu alayhi. 3-asrda uningdan ustun bo'lib ketdi. Falam yabqa ash-sha'ru wal lisan al-wahid alladhi tattaru al-ummatu ila an tattakhidahu tarjumanan li hayatiha al-'amma. Ulan she'r islom ummatininki umum hayotini ifodalab turadigan, ya'ni tarjima qilib turadigan nima chada? Tarjimon bo'linmay qoldi. Ya'ni islom ummatimi she'rni birdan-bir o'zining dardini ifodalaydigan tarjimon qilishga muhtoj bo'lmay nasr hojatini tomdi deydi. Va inma lisanun min lisanayn. Mana ikki tilning biri bo'lib qoldi. Ahduman nasr. Birisi nasr, birisi she'r. Hozir ma adabiyotni ikkiga bo'lamiz shu. She'r, nasrda. Va idza kanat hadhihi hiya al-hal, ahval bunda bo'ldikan, fala budda nulimma bi hadhihi thaqafat allati kanat muntashiratan ayyam haula ash-shu'ara. Navaniken aş-şairlar yaşagan çağlardaki, zamanlardaki ay thaqafilni, bilim ma'rifatlarni bilib o'tishimiz kerak. Yani azroq ma'lumotga erishishimiz kerak. Alamma yulimmu. Az to'la tushunchaga yo'lli deganman. Laman deymiz bu. Qur'on Karimda laman bor-ku? Illa laman. Kichik gunohlar deganman. In taghfirullahu wa taghfir jamma wa ayyu 'abdin laka ma alamma. Ya Allah sen mağfiret qilsan, biroqma shu hammani shunday mağfiret qilsa, qaysi bir bandan az to'la bir gunoh qilib qolmagan? Yaman. Ve hadi thaqafat talat. Ana mushu shoirlar davridagi, ash asrda shoirlar ta'siriga uchragan madaniyatlar 3 ta deydi. Yahdama as-thaqafa al-arabiyya al-khalisa, sab arab madaniyati التي تعتمد على القرآن bu Kur'an'a tayinitdi ve ma yatasıl bihi min ulumuddin onundan başka aşun Kur'an'a çetişlik olan din ilimlerine tayinitdi. Hadis, tefsir, ulumul Kur'an,
وعلى الشارع وما يتصل به من النحو واللغة وغيرها. Yani Arap tilge münasebetlik, nahvesge münasebetlik ve şiirge münasebetlik bilimlerge tayin etti. İkincisi el-thakafe el-Yunaniye, Grek medeniyeti. Üçüncüsü el-thakafe el-Şarkiye, Şark medeniyeti, mesela Hindistan'ın ve keza İran. وأريد أن أدل بهذا اللفظ على ثقافة معقدة. Yani bu Şark medeniyeti diyen sözülen ben nahayet mürekkep, muakkad diyen nahayet mürekkep, giralışıp ketken, munda bir medeniyetini ifade etmek isterdi. İran medeniyeti olan da koymadım. Ya Hindistan'ın olan da koymadım. İran'ın olan da, Hindistan'ın olan da, Xitay'ın olan da, Aşış tarafının medeniyeti demekçi. Yelleti teciduha indal fursi vel hunud vel umam samiyen. Bu Şark medeniyeti diyen ne ibaret ise İranlıklar, Hindistanlıklar ve Sami milletler, mesela Yahudiler ve kezalar diyenler. Şular da babulgan medeniyet şu. Ve kâne hâzi thakâfât yukhâsimu ba'duhâ ba'dan. Bu şu medeniyet birbiriyle düşmanlaşkan alet idi, ziddiyet idi. Farikun yetaassabuna lil-thakâfe el-Yunaniye. Bir grup Yunan medeniyetiga bek mutasif kıldı. Ve yudafi'una anha. Onu kovda etti. Ve farikun âkharu yetaasabu lil-Arabiyyeti ve yudafi'u anha. Yani biri Arap medeniyetiga mutasif kılıp onu kovda etti. Ve kâne kavmun yetevassatuna ulâike ve hâulâ. Yani bir grubu ağırlılan malını otturdurak turdu. Ve lem yekun buddun li-şu'arâi en ya'khudû bihudûdin min hâzi thakâfât. Şairlamı muş medeniyetlerden ammay çağrı yoktu. Lem yekun buddun diyen çağrı yoktu. La budda da koyunuz o? Çağrı yoktu yine. Nesive. Haddun. وقف عند الأبيات التالية لأبي تمام من قصيدته في فتح عمورية. عمورية diyen şu Suriye ya Anadolu azıcık Türkiye'deki bir jütnün ismi. Anadolu'daki. Anatolia'daki. Belki Suriye'ye gudulkası mümkün ya ki Anatolia'ya gudulkası. Şu çağdan da Müslümanlar böyle imparatorist tarafke qarab fath qılıvatqan çağlar. Azazden fath qılıp ilgirlayotgan çağlar. Xalifa mushu Amuriyaga tegish qilib, hujum qilsaqmiki, lashkar tataymi desa, munajjimlar yulduz qarab palashadiganlar. Yulduz hozir munda chiqdi, va palanni mundan kepti, bunda chaqda yurish qilsaq toza aqibati yaxshi bo'lmaydi. Bu xatarlikda deb qo'rqatgan xalifani. Qo'rqatgan, lekin boshqalar ulamolar masalan, jangovarlar tavakkul qilib lashkar tatiyirlar degan. Yani ki xalifa lashkar tatiyirib Amiriyani fath qilgan. Shu chaqda Abu Tammam musherni o'qigan. Bu cho'ng bir qasida. Hocam bu cevap munajjimning gapini gapirayotgan bo'lsa gapiradi. Shu ilm ma'rifat shunda taraqqiy qilib, bari saada shunda islom davlatin fikri erkinlik berarkan. Erkinlik bergan ekan, hammasi o'zining tadqiqot, ilm ma'rifat bilan, o'zining kasb bilan shug'ullanib, astronomiya ilmining ximiturchi bo'lgan shu ilmlar burunqi millatlardan İran masalan, ashuldan qilib qolgan bo'limi rivoj tepib, andan bu xalifalar uni izlatlab, davlat arboblari qator ma'lum fuqaholar, ma'lum muhaddislar, ma'lum mutakallimlar, ma'lum munajjimlar, astronomlar, ma'lum doktorlar, ma'lum siyosatchilar, urush generallar da bunda so'rinni qilib qolgan ekan, ha, menga maslahat beringlar, arboblar, lashkar tataymo desa, munajjimlar bugun kechida falan tuzumanda ko'rdim, bu mundani yaqinlab qag'il qo'yibdi, munda shunda olibdi, bu nimadan darak ko'rdi desa, bu chaqda nima qildi? Yaxshi emas. Chataq chiqdi deb qo'rqatgan. Boshqalar tavakkildab yurish qilaverlar degan. Keyin tavakkildab nima qilavergandan keyin nusratga erishgan. Erishgandan keyin shoir mushu asl xalifani bakrak maqtab nima qilgan shoir xalifani maqtagan. Ham munajjimni qarta dakismagan. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. شمشر كتابتن rasraq xabar berdi. Xabar berishda Shamshar kitobdan rasulroq. Imba'an danlashni. As-sayfu asdaqu imba'an min al-kutubi. Anba yunbi degan xabar berish, xabar qilish. Fi haddihi ash-Shamsharning bisida, hadd degan bis. Al-haddu ayirish, chegara, hadd degan hudud, chegara. Baynal jidd wal la'b. Bir narsaga jiddiy qarash bilan, undaymi jiddiy qarashni bo'lsin. O'yin chaqchaq qilma, keskin qarash, astoydil qarash bilan
Oyan çaqçaqning o'tdan ayrilgan fasil var demek. Demek yani televizyon yapışıp qalsaq, u yerda çaqçaq bilan degan kallatcha kesib turgan gap qo'y. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح بيض ديgan aq tabiatning ko'pligi biyid judadun bidun va humrun Qur'on Karimda as-safaih safiha degan mana tumining yaypanroq kelgini ya'ni bu nimadan iborat ya'ni qilichni so'qib yaypan qildi-ku unda yaplaq qildi yaplaq bu tumilar ya'ni qilichning ap-aqqa la sudus sahaifi kitap yozilgan bo'lsa bu kitobga siyovlar yozilmasmi bu kitobning yozilgan xatlari shu qora bo'ldi ya'ni belgilaydigini demakchi bunda belgilaydigini shamsharning ap-aq yaltirab turgan ahvol belgilaydi kitobning qop-qora siyovlari emas endi munajjimni qo'y biz kitob ko'rdik osmon qardik bu munda chadaq chiqayin degan bo'lgan ekan shuni so'katdi fi mutunihinna matnigan shu jismida desak bo'ladi mutunihinna ya shuning ustida ya shuning atrofida jala ushakki va riyabi shak shubha dilg'ulduloq kesanmay qilish shunda ishlarningki hammasi oydinlashib ketadigan ahvol bor jala degan ochiq oydin g'um qolmaydigan shaklda dilg'ulduloq qolmaydigan shaklda shak shubha qolmaydi demakchi hammasi chiqdi riyab degan raybning ko'pligi shak shubha dilg'ulduloq ikkilnish hammasi shu misrda aydil jala deb inglizdan qo'llab chiqargan kunda aydil jala rasululloh yahudlarni ajla al yahud yahud bani nadir bani qaynuqa hinna ashbidu safaih shu shamsharlar shuni qaytadi hunna qilishlarning shu jismida mutun degan jismi deydilar abiyada hindi degan hindistonda ishlangan oppoq yaltirab turgan qilish ekan bu safaih degan bunda yaproq so'qilgan ya'ni yaproq so'qilgan nimasi shu shamshar safihaning ko'pligi safihaning ko'pligi والعلم في شهب الأرماح لامعة ilim bo'lsa neyzilarning uchidigan o'qlarda deydi shuhub degan osmondan masalan shihab ar-rasada shuhuban aqar yulduz masalan bir yulduz saqlan chiqadigan xuddi bir inshoatulloh farishtalarning gapini o'g'illik anglaymazdimi nimadan o't topchisi masalan yetib o'qilayotgan bo'lsa da bir ko'yga o't boshida osmondan tushib shakli yo'qolib ketamiz masalan aqar yulduz deymiz xuddi bu yerda o'xshatish bor neyzini otsa yoki sanjisa shu jang maydonidamdi jang samasida bu neyzlar u yoqdan bu yoqdan uchib yuriydi-ku neyzning boy qizil pupiklari bor shubul armah degan shu neyzlarningki qonga bo'yalgan shu uchlari degan ekan buni ham osmondan qapqumda saqib chiqadigan aqar yulduzga o'xshatib batgan ashunda chaqnab turgan o't qashdak neyzlardin yengilishni bilish keladi deydi xuddi taqdirni nima qilishini belgilaydi degandek baynal khamisayni la fi sab'ati shubi osmondagi aqar 7 yulduz uningdan kelmaydi ilm ikki lashkar o'ttirda chaqnab uchib yurgan neyzlarning uchidan keladi deydi xamisayn degan ikki lashkar muhammadun al xamis dedi-ku yahudiylar Xaybarga chiqqan chaqda muhammadun al xamis qo'y muhammad lashkari bilan kelibdi xamis degan lashkar zo'r qo'shinni xamis deydi baynal xamisayn degan ikki lashkar o'ttirdiki demakchi sabat shub desa astronomlar bildigan 7 yulduz bor ekan nima yulduz deymiz uni o'kar yulduz degan o'kar yulduz deymiz osmondagi 7 sayyara mana bu keyincha bizni tepib ikkin tepib qo'shilib ayri yaqinda bizni tepib shunlar uni olgandi bizni yo'q qilayotgan 8 o'g'il yana birini qo'shib yaqinda topgan bo'lsa uni zuhal mushtari o'chiruvchi mushu 1 2 3 baytni yodlab kelish topshiriq agar buni yodlab kelsanmi topshiriqlar buni bir o'tma
Ama üçünü birleşti ama üçü esli şu ağa kalkının tizikagini bak kinkininde kaçının uya bir yerden ekip koyuyorlar. Arılık üzük. Bu üçünü de su da geldi kız. Vaş hemen okup birsin. Birden okudum. Ha, cidivarına cahil okunsak o yarılığının faydası yok. Öğrettiğini uygun işlemez, öğrettiğini buluğu etken bulunuz uçadı. Mesela es-seyfu asdaku imba'en minel kutubi. İmba, enba emez. Fi haddihil haddu beynel ciddi vel la'ibi. Bidus safaihi la sudus sahaifi. Mana safaih bilan sahaifni o'ttirdi nima? Jinas. Badi'a degan gap mana shu. Jinas. Haddihil hadd degan bu hozir bir xil badi'. Hadd degan ma'vo qilishning bilsa. Ahad chegara fasil demakchi. Al-jidd val la'ibdan shu muqobala va qarama-qarshilik. Ha? Badi' ilmi shu. Bid bilan sudning o'tirdi qarama-qarshilik bor. Safaih bilan sahaifni o'tirdi jinas va jinas g'ayri tam. Eşek ve reyb diyen de mutaradifatın. Fi mutunihinna cela'u'ş şekki ve riyebi. Ve reyb demem ve riyebi. Vel ilmu fi şuhubil ermah lami'aten beynel hamiseyn la fis seb'ati şuhubi. Yani nusratning habari yulduzning kelmaydi, neyzidin kildi. Ya yevme vaqa'ati amuriyatin insarafat عنك المنى حفلا معسولة الحلب وقعت عمورية وقعت عمورية تايزان شيء عمورية جنة يمضي وقع عمورية جنة بوغان كون كون نيد عمورية جنة بوغان كون انصرفت عنك المنى سندن قرب أرزو ümitler ketti. Kurukunda xiyal qilib, arzu qilgandan katta dedi. Yani reallikda yaşadığımız hazır. Munadiga arzu. Tamanna qilishga. Ha, tamam. Yani mümkün bo'lmaydigan, ya tez qo'lga kelgan narsani arzu deymiz. Ularning maniyati. Maniya. Tamanna degan gapdan chiqdi. Shuni laytini tamanni istemez. Lallani reja istemez deymiz-ku. Sizde arzu umutla, quruq arzu umutla katta. Huflan ma'sulatal hulubi. Huflan degan yelinlari üstlarga liq to'lgan sog'liq tugudi ekan, baytalli ekan degan. Ma'sula degan shirin qilingan, asal aralashtirilgan degan. Üstlari shunda tatliq holatda katta demak. Yani bunun ma'nosi quruq arzu armonlar shunda shirin tushgan hammasi ketib hozir Amuriyada qattiq qirg'inchilik qilib dushman yengildi demoqchi. Shunday tushundim bunu. Laqad tarakta amiral mu'minina biha. Sen şu kuni, yani şu jang bo'lgan kunga xitob qiladi. Sen shu jang bo'lgan kunda amirul mu'mininni shu yerda tashlab ketding deydi. Shu kun kechirib hamda bu kun shu kunni kishilarni tashlab ketdi-ku, kun patqan ekan. Linnar yawman zalila sakhri wal khashabi. Amirul mu'mininni o'tqa tashlab qo'yib ketdi. Yani qattiq jang bo'ldi, o't ko'ydi, nima bo'ldi va kaza. Shunda bir kunda o'tni tashlab qo'yib ketding. Zalila sakhri wal khashabi. Quram tashlari olsun, o'tlari olsun, o'tallari olsun, o'tqa har holatda yiqilg'ulab, kuyab tugab ketgan nimada qo'yib qo'ydi. Yani bu jang hamma narsani vayron qilib o'tdi demakchi. Vayron qilib o'tgan ekan, oxiri nima qoldi? Kuyab yo shu ko'ymay qolgan ba'zi yog'och, ba'zi quram tashlash narsalar qoldi. Qolgan narsa nasib vayron bo'ldi. فبين أيامك التي نصرت بها هذا خليفة يختار كل وقت كم بوس كره bundan sen buldu. Emirul Mu'minin tarak tadikin bedelini qilsak muhatap boz bo'ldi ekan. Yani Emirul Mu'minin sizlar shu Amuriyada hamma narsani o'tqitib bu yerda Quram tash ba'zi kuyab chala qolgan o'tandan boshqa narsa qolmadi degan. Yani xitob hozir Emirul Mu'mininga desak bo'ldi. Yoki kunga desak bo'ldi. Fabayna ayyamikallati nusirta biha. Mushulma xalifaga deylamsa. Sizlar nusrat ato qilgan ash kunlari bilan
Ve beyne eyyam Bedir'in Bedir küllünün o'ttirda. Mesela Bedir gazeti oldu o. Peygamber Aleyhisselam ve sahabe-i kiramlar qat çoğun galbiga erishgan. Yawmal furqon, yawmal taqal jaman. Aş günülen sizning Amuriyani fath qilgan kunlarni o'ttirda aqrabun nasabi. Eng yaqin rishti bor edi. Chiqib chiqqan demak. Ya'ni aşınga şu darajada bunda bir katta bir fath bo'ldi bu. Bedir g'azotimi shunda bir Yawmal furqon desak, mana shunda bir Yawmal furqondek bu islom tarixidagi eng cho'ng fasil janglar o'xshash ikkisini o'ttirda tuqqanchilik bor demak. Qattiq o'xshatibdi. فسترى أنها تمثل تمثيلا صادقا هذه الثقافات الثلاث. Demek sen qarasang, mush she'r ko'zga yurtib qarasang, bu 3 madaniyatga haqiqiy vakillik qila oladi. Fiha al-arabiyyatu wadihatan fi lughatiha va nazmiha. Mush qasidaning qurilmasi va tili sab arabcha shunami? Va fi uqdati as-silati bayna fath Amuriya va fath Badr. Men diniy jihatdan aytsak, diniy aqida, Qur'on bilan chetishlik tarafi ma'ni qarasak, Badr g'azotida bo'lgan cho'ng nusrat bilan Amuriyaning fath qilinish o'tirini bog'ildi. Va tadaru thaqafatul farsiyya fi muhajamatil munajjimin. Munajjimlarga hujum qilish, ular qarshi pozitsiya bildirish nimada Farsi madaniyatining izi ko'rinib turdi deydi. Ya'ni Ironliklar balki munajjimlarga qarshi o'xshaydi ekan. hujum qilish. Wal yunaniyatu indama yadhkuru madinat Amuriya va quvvataha. Amuriya shaharni va uning kuch-quvvatini, shunda mustahkam qo'rg'onliq, sepillar mustahkam unda shati bu deb tilga olganda Greklarning madaniyatiga chetishlik gaplar. ثم يظهر أثر هذه الثقافات كلها عندما تدرس طبيعة الخيال الشعري عند أبي تمام. عندن أبي تمام شريطك شيري خيال، شيري تصور خيال. مشون طبيعتنا تدقيق قيمندا مشو مدنياتlarning hammasının iznasi mana ko'rinib turdi. فنحن نجد في الخيال أثر هذه الثقافات. Çünkü biz aş xiyali qaraydigan bo'lsak, Abu Navasning xiyallariga qaraydigan bo'lsak, mushu madaniyatlarning izini pishirta olamiz. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.